Akalar bugun STEM School xususiy maktabini majlislar zalini dekorativ panellarni o'rnatib bergan ustamiz oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Mansur siz Abbosbek charchamayapsizlarmi? Rahmat. Aka, bu yerda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Bu yerda patolog qilish uchun ko'p to'xtamga kelishimiz qiyin bo'ldi. Mana shu arxitektura fasonda qilingan panelga to'xtadik. Menimcha yaxshi bo'ldi, qiyinchilik sezmadik. Yaxshi zo'r mahsulot ekan. Sifati yaxshi. Sifati yaxshi. Endi alkafon, kimdir alkafon dedi, kimdir yana grillyator dedi, lekin biz mana shu narsaga to'xtadik. Obyekt egasiga ham ma'qul tushdi, biz o'zimizga ham ma'qul tushdi, sifatlari hamma yo'g'i zo'r. Alkafon bilan buni sifatda qanaqa farq bo'lishi mumkin aka? Endi alkafon ham bor, alkafonni ham ko'pchilik qilishadi. Qimmatmi alkafon yoki bu qimmatmi? Qanaqadir narxlari alkafondan arzon tushdi bizga. 250 kvadrat joyimiz bor edi. Alkafondan ko'ra shu bizga ma'qul keldi, lekin har tomonlama. Puli ham, menimcha xizmat qilishi ham alkafondan ancha yaxshi deb o'ylayman. Yo'q, bu mexanizmi juda sodda ishlangan ekan, bizga yoqdi. U qiyinchilik bo'lmadi. Shu to'g'ri razmer, to'g'ri dizayn tanlab olishga e'tibor berish kerak ekan. Dizaynini shu tanlab olsangiz, qatirishda muammo, murakkabi yo'q ekan. Yaxshi ekan.